Demek 5. module keldik. Birinchi savoldan boshlaymiz. X dagi kuzatuvchi Y ni qanday tezlikda ko'radi? Ko'rishlari mumkin. X dagi 10 tezlik bilan harakatlanmoqda. Y dagi esa 6 tezlik bilan va bir-biriga qarama-qarshi. X dagi odam Y ni o'zidan uzoqlashayotganligini ko'radi va bu sharq tomonga amalga oshayotganligini sezadi. Va sharq tomonga u 10 va 6 ni qo'shilib birgalashib 16 tezlik bilan harakatlanayotganligini his qiladi. Javobimiz B javobga to'g'ri keladi. Tushundingizmi ustozlar? Hop, ikkinchi savolimizda K dagi kuzatuvchi L ni qanday tezlikda ko'radi? Ko'rishlari mumkin. Ikkalasi ham bir tomonga qarab harakatlanyapti. Bu K L ga yetib olyapti-da. Yetib olyapti. Shuni hisobiga qiziq holatki, orasida tezliklar farqi qiymat jihatdan nechi bor? Tezliklar farqi qiymat jihatdan 7. Va eng qizig'i, agar tasavvur qiling, K joyida turibdi desak, xuddiki oradagi masofa qisqarib boradi-yu, ular 12 5 ga yetib olishni boshlaydi-da. Shuni hisobiga bu agar mabodo shunaqa deb fikrlab, K ni tinch turgan odam o'tiribdi bu yerda deb tasavvur qilsak, xuddiki u bunga L jism 7 tezlik bilan yaqinlashayotgandek tasavvur uyg'otadi-da. O'zini avtomobilni yurayotganligini sezmasa, L jism unga 7 tezlik bilan yaqinlashayotgandek his qiladi. Shuni hisobiga K dagi odam L jismni g'arb tomonga 7 tezlik bilan ketyapti deb o'ylab qoladi. Tushundiraymi? Shuni hisobiga javobimiz C javobga to'g'ri keladi. Keyingi masalaga o'tyapmiz. Keyingi masala mana bunda ishlanadi. E'tibor berasizlar. Juda ham oson. Xo'p, X va Y transport vositalarini yerga nisbatan bir xil Vx va Y tezliklar bilan rasmda ko'rsatilgan yo'nalishlarda harakatlanmoqda. Shunga ko'ra, X transport vositasidagi kuzatuvchi Y transport vositasini qaysi yo'nalishda harakatlanayotganini ko'radi. Ustozlar, bunaqa holatda kimni ko'rish kerak bo'lsa, masalan, kim ko'ryapti? X ko'ryapti Y ni, to'g'rimi? Shunda eslab qo'yinglar. Ko'rayotgan odamdan chiziq chiqarasiz vektorni boshidan. Ko'rayotgandan kimni ko'rayotgan bo'lsa, o'shanga chiziq tortasiz mana bunday holatda. Tushunyapsizlar, ustozlar? Xuddi shu vektorda ko'radi u uni. Endi mana shu vektorni ko'chirsak, parallel holatda mana bu yerga ko'chirsak, nima bo'lib oladi? Mana bu yerga shunday chiziq tushadi. Ya'ni mana bu vektor bilan bu simmetrik bir xil holatda. Va X dagi odam Y ni qanday holatda ko'radi desa, mana bu holatda ko'radi. Bu qanday bo'ladi? Janubi sharqiy degan javobga to'g'ri keladi. Ya'ni janub bilan sharqni orasidan chiqqanligi uchun janubi sharqiy degan javobni tanlashga majbur bo'lamiz. Janubi sharqiy D javobda turibdi. Endi qaranglar, shuni boshqatdan fikrlaylik ustozlar. Agar shu joyda, mana shu joyda Y X ni qanday ko'radi deganda, chiziqni Y dan X ga tortardilar. Tushundilar? Y ni X ga tortib turib, shu chiziqni yana mana bu yerda bitta parallel qilib chiqarardi, bunday qilib va javob ko'rinardi. Y X ni shimoli g'arbiy tomonga ko'ryapti degan javobni olardi. Lekin hozir unaqa demayapti bizda. X dagi odam Y ni qanday ko'radi deganligi uchun shu chiziqni tortib boryapman. Va bu mana bu chiziq bilan tushyapti va bu bizga janubi sharqiy degan javobni anglatib qo'yyapti. Keyingi masalaga o'tdik. Xo'p, mana shunda fikrlayman. Ustozlar, bunda hammasida ildizosi 2 bo'lishi kerak. Mana shu joy. Biroz alfografik xato ketib qolgan. Testda to'g'rilab qo'ydim. Menda shu eski holatda qolib ketgan ekan. Yerga nisbatan shimolga 4 metr taqsim sekund tezlikda harakat qilayotgan X avtomobildagi kuzatuvchi yerga nisbatan g'arbga 4 tezlikda ketayotgan, harakatlanayotgan Y avtomobilni qanday ko'radi? Ya'ni X Y ga qarash kerak ekan, to'g'rimi? X Y ga qaramoqchi bo'lsa, mana bunday qilib qaraydi. Qaraganda ham ko'rishlari mumkin. Javobimiz qayerdan chiqadi? Javobimiz mana bu yo'nalishda chiqadi. Tushunyapmiz-a? Bunda javob aniq chiqyapti. Janubi g'arbiy degan javob chiqish kerak bo'ladi. Endi agar chizmaga e'tibor bersak, mana bu katet 4, mana bu katet ham 4 bo'ladi. Javobimiz mana bu V nisbiyimiz. Bu V nisbiy tezligimiz mana shu ikkala Vx bilan V nisbiy ilzosida Vx ni kvadrati plus Vy ni kvadrati bo'lib ishlanadi. Pifagor teoremasi usulida ilzosida 4 ni kvadrati plus yana 4 ni kvadrati bo'ladi va bundan 4 ilzosida 2 degan javob chiqadi va bu qaysi yo'nalishda? Janubi g'arbiy yo'nalishda 4 ilzosida 2.
janubi g'arbiy yo'nalishi to'g'ri ildizosidagi A javobga to'g'ri keladi. Ya'ni men qanaqa qilib chizma tanlagani va bularni qiymatini topganimga hushyor bo'linglar ustozlar. Keyingi masalaga o'tyapmiz. 5-savol. A va B transport vositalarining yerga nisbatan tezligi ko'rsatilgandek. Shunga ko'ra, A transport vositasining tezligi B dagi kuzatuvchiga nisbatan qanday kattalikda ko'riladi deyapti. Demak, A dagi odamning B ga nisbatan tezligi qanday ko'riladi deyapti? V nisbiy deyapti. V nisbiy o'zimiz usul iltizosida V A ning kvadrati plus V B ning kvadrati. Qaysi tomonga ko'rinishi emas, qanday ko'rinishi, qanday kattalikda ko'rinishi so'ralyapti. Shuning uchun yo'nalish tanlab o'tirmasdan shunchaki qiymatlarni topishni boshladik nisbiy tezlikni. Hop, 8 ta V ni kvadrati plus 6 ta V ni kvadrati. Bilasizlar, bundan 10 degan javob chiqib beradi. 10 ta V bo'lib. Nechta V bo'ladi desa, 10 ta V. D javobimizga to'g'ri keladi. Keyingi masalamizga keldik. 6-savol. X, Y va Z transport vositalarining yerga nisbatan tezligi rasmda ko'rsatilgandek. Z avtomobilining X avtomobilga nisbatan tezligi V1, Y avtomobilining Z avtomobilga nisbatan tezligi V2. Bo'lsa, shu V1 V2 nisbati qanday bo'ladi? Avvalambor Z avtomobilining X avtomobilga nisbatan tezligi. Mana Z, mana X. Bir-biriga 90 gradusda turibdi. V1 bo'ladi bu iltizosida VZ ni kvadrati plus VX ni kvadrati. Undan qo'yadigan bo'lsak, ustozlar, bittasi 3V, bittasi 4V. Kvadratga ko'tarsak, ikkalasidan 5V chiqib beradi. Bo'ldi, bu shu bo'ladi. Endi hop, va ikkinchi holatda kim deyapti? Ikkinchi holatda Y avtomobilni Z avtomobiliga tezligi, ya'ni Y bilan Z ni bir-biriga nisbiy tezligi qarama-qarshi bo'lganda kechirasizlar. Va Y bilan va Z niki qarama-qarshi bo'lganda ustozlar qo'shib yuboriladi. Bir-biriga nisbatan tezroq harakatlanadi, tez uzoqlashadi. V plus 4 ta V tanlanib turib, bu ham 5V degan javobga yetib keladi. Qarama-qarshi bo'lganda nisbiy tezlik qo'shiladi. V1 ni bo'lib ko'rib V2 ga degan bo'ladigan bo'lsak, 5V ni yana 5V ga bo'lsak 1 degan javobni tanlab olishga to'g'ri keladi. Y javobimizga to'g'ri keladi. Keyingi masalamizga e'tibor beringlar. Juda ham zo'r tushunib olishing uchun oson savol hisoblanadi. X, K, L va M jismlar rasmda ko'rsatilgan yo'nalishlarda teng tezlikda harakatlanadi. Hop, berilyapti shimol, janub, g'arb, sharq. Shunga ko'ra K, L va M jismlar X ga nisbatan qanday yo'nalishlarda harakatlanadi? Demak, ustozlar, X K ni qanaqa ko'radi, L ni qanaqa ko'radi, M ni qanaqa ko'radi? Shularni tushuntir deyapti. Ya'ni unga ko'ra K, L, M jismlar X ga nisbatan qanday yo'nalishlarda harakatlanadi? X dan tanla deyapti. Ustozlar, birinchi K ga tanlamoqchi bo'lsalar, K ga bunday chiziq tortasizlar. Tushundilarmi? Demak, K niki buni ko'raman desalar, mana bunday chiziq chiqadi. Ya'ni kechirasizlar, biroz qanaqa chiqdi. Mana shu tezlikni simmetriyal ko'chirdim-da. Bu K niki. Demak, xulosa, K jismimiz qaysi yo'nalishda ko'riladi? Shimoli g'arbiy. Tushundilar? Ya'ni K shimoli g'arbiy. Shimoli g'arbiy ko'rinadi. Keyin L jismimizga ko'rmoqchi bo'lsak, L jismimizni mana bunday qilib nima qilamiz? Unga ham shunday tortib turib, bu chiziqni yana simmetriyal ko'chirishni amalga oshiramiz. Shunday qilib, bunda nima chiqadi? X jism L jismni qanaqa ko'radi desa, janubi g'arbiy ko'radi. Demak, L jismimiz janubi g'arbiy. Xo'p, demak bizda bunaqa javoblarni tekshirishni boshlaymiz. Shimoli g'arbiy degan mana bunda bor ekan, bunda bor ekan. Mana Y javob aslida bu T O bo'lib qo'ygan Y javob. Xo'p, yo A javob yoki Y javob chiqishi kerak. Shimoli g'arbiy ikkovida ham bor. K niki. L nikini ko'raylikchi. Shimoli, kechirasizlar, bu shimoli sharqiy emas, shimoli janubi g'arbiy. To'g'ri. Demak, Y javob bizda to'g'ri ekan.
Tushundik ustozlar. Shuning uchun Y javobini tanlashga to'g'ri keladi. Yaxshi. Keyingi masalaga o'tib ketdik. U yog'ini topish shart emas. Masalan, oxirgisi nima deyapti? Oxirgisida M jism. M jism qayoqqa qarab ketayotgan bo'lib tuyuladi. X jism bu yoqqa yursa, M jism undan qarshi yuryapti-yu, X dagi odam uni g'arbga ketayotganligini albatta ko'radi. Mana javob g'arbiy bo'lib qolyapti. Bo'ldi. Keyingisiga o'tmoqdamiz. Hop, tezligi yerga nisbatan 4 metr taqsim sekundga teng bo'lgan Y kuzatuvchisi tezligi yerga nisbatan 5 bo'lgan X transport vositasini qanday ko'radi deyapti. Xo'p, qanday ko'radi? Yo'nalish va qiymat so'ralyapti ekan. Demak, ustozlar, mana bularda ildiz vositalar bor edi. Tushundik, bir ozgina shu yerlarda sonlar o'zgarib qolgan, ya'ni harflarda sonlar, ildizlar qolib ketib qolgan menimcha. Demak, hozir. Demak, unda hisoblash uchun ustozlar nima qilamiz? X tezligini proyeksiyaga ochamiz. X tezligini proyeksiyaga ochsak, mana bu tomonga ma'lum miqdordagi tezlik chiqadi. Mana bu tomonga ham ma'lum miqdordagi tezligi chiqadi. 5 ni mana bu tomonda 5 kosinus alfa qilib turib, kosinus 53 gradusda 0,6 ekanligini tushunsak, 5 ko'paytirilgan kosinus 0,6 kosinus alfa qiladigan bo'lsak, bu yog'i ustozlar 3 chiqadi. Mana bu tezligi 4 chiqadi. Tushundilarmi? Ya'ni jismni X tezlikni proyeksiyalari bittasi bu o'qda janubiy o'qda 4, sharqiy o'qda 3. Endi X ni Y ga nisbatan tezligini ko'rmoqchi bo'lsalar, X jismning mana bu proyeksiyasi bu proyeksiya bilan yeyishadi va hech qanday 0 holatda, ya'ni mana shu vertikal o'qda 0 nisbiylikni yuzaga keltiradi va mana bu 3 tezlikni hech kim 0 qila olmaydi. Mana bu tezlikni, shuning uchun jism sharqqa nisbatan uzoqlashayotgandek ko'rinaveradi Y jismga nisbatan. Va sharqqa nisbatan necha tezlik bilan? Aynan shu 3 tezlik bilan uzoqlashyapti deb o'ylab qolaveradi Y jism. Chunki mana Y, mana bu 4 X jismning 4 tashkil etuvchisi uni tengma-tengiga yuradida u bilan. Ya'ni ikkalasi ham ham dega yuradi. Mana bu narsa turaveradi. Ikkalasi yonma-yoniga ketaveradi mana shu holatda. Mana u bilan bu bir-birini yeydi. Mana 3 ta yeydigan narsa qolmaydi. Bu 4, bu ham 4 bo'lib turibdi. Shundan javobimiz shunda nima chiqib qoladi desa, javobimiz sharq tomonga 3 tezlik bilan yuryapti. Shunaqa ko'radi Y dagi odam X ni. Shunda javobni tanlashga to'g'ri keladi 8-savolda. Keyingi savolga o'tyapmiz. 9-masala. Yerga nisbatan tezliklari rasmda ko'rsatilgandek bo'lgan X va Y va Z transport vositalarining Z ning Y ga nisbatan tezligi V1 ekan. Demak, ustozlar, mana bu Z bo'lgan edi, chizmada buzilish bo'lgan bu yerda. Translate orqali tarjima qilishda chizma tarjimasi xunuk bo'lib qolgan. Mana shuni Z olasizlar. Tushundik-a? Z bo'lishi kerak, to'g'rilab olasizlar. VZ 8. Xo'p, demak, Z transport vositalaridan harakat bo'lyapti. Z ning Y ga nisbatan tezligi. Z ning Y ga nisbatan tezligi. Demak, orasi 90. Z ni Y ga nisbatan tezligini aniqlash uchun u V1 ga teng ekan. Ildiz ostida Z ni kvadrati 8 ni kvadrati plus Y ni kvadrati 4 ni kvadrati bo'ladi. 64 bo'ladi bu. Bu 16 bo'ladi. Ildiz osti 80 bo'ladi. Tushundik-a? Shunday turib tursin. Endi xohlasak, buni turmasin, buni olib qo'yaylik. V1 teng 80 dan 4 ildiz ostida 5 chiqadi ekan. Irratsionaldan ozginasini qutqaradigan bo'lsak. Endi V2 ni topish uchun aytayaptiki, Z ning X ga nisbatan tezligi V2. Z ning X ga nisbatan, ya'ni Z ning X ga nisbatan tezligi V2 ekan. V2 teng bittasi 6, bittasi 8, orasi esa 90. Ildiz ostida 8 ning kvadrati plus 6 ning kvadrati bo'ladi. Ulardan ildiz avtomatik 10 chiqadi. Shu V2 bo'ladi. Bizdan V1 ni V2 ga bo'lib ko'rgin deganda, V1 4 ildiz ostida 5 chiqyapti. Bunisi esa 10 chiqyapti V2. 2 ga qisqartirsak, 2 ildiz ostida 5 taqsim 5 qoladi. Mana bular 2 ga qisqarganda.
2 ilzosida 5 taqsim 5 mana A javoblarida tayyor turibdi. Tushundiga, juda ham oddiy, murakkab narsa emas. Xo'p, keyingisi. 10-masalaga keldik. K va L transport vositalarining yerga nisbatan tezligi rasmda ko'rsatilgandek. Shunga ko'ra, K tezligining L ga nisbatan tezligi necha V ga teng bo'ladi deyapti. Proyeksiyaga ochib olamiz ustozlar mana buni. Buni ochganimizda e'tibor berishingiz mumkin. Mana bu gipotenuza 10V bo'lib bersa, mana bu 8V bo'lib beradi, mana bu 6V bo'lib beradi. Tushundingiz-a? Xuddi shu narsaga hushyor bo'ling, chunki proyeksion holatda 8V, 6V va 10V. Endi bizda shunday holat bo'lyaptiki, mana bu tomonga qaragan nechi V? 6V. Mana bu tomonga qaragan nechi V? 2V. Bu ikkovidan nisbiy tezlik topsalar nima bo'ladi ustozlar? Bu ikkovidan 8V paydo bo'ladi. Qarama-qarshi harakatda nisbiy tezlik qo'shiladi va bu ikkovidan mana bu holatda 8V degan tezlik paydo bo'ladi. Va yuqoriga nechi V bor? Mana ko'rishingiz mumkin, yuqoriga hali ham 8V tezlik bor. Orasi 90. Demak, Pifagor qiladigan bo'lsak bularni. Bunda 8 ilzosida 2V degan javob chiqadi. Yo'q, buni ishlashni xohlamaymiz deydigan bo'lsalar, bularni orasini mana bu yerni 127 gradus deb olasizlarda. Haligi V formulasi bor, V nisbiy ilzosida 2V ning kvadrati plus 10 ta V ning kvadrati plus 2 ta V shu tezliklar qo'yiladi-yu. Ko'paytirilgan 2 ta V ko'paytirilgan 10 ta V kosinus 127 va ildizga kirib ketadi. Xuddi shuni hisoblaydigan bo'lsak ham ustozlar, kosinus 127 gradusda nomini o'zgartiradi. Shularni hammasini qo'yib ko'ramiz. Mana qaranglar nima chiqadi. V barobar ilzosida 4V kvadrat plus 100 ta V kvadrat plus 2 40 ta bo'lib qoladimi? Qani? 2 4 40 ta V kvadrat kosinus 127 gradusda sinus 37 ni hosil. Sinus 37 ya'ni pi taqsim 2 plus 37 bo'lib qoladi-yu. Mana kosinus yarim burchakka o'tadi. 90 plus 37 gradus. Shuni holatiga sinus 37 ga almashib qoladi bu. Ana endi buni hisoblash qolyapti. Demak, V barobar ildizosida 104 ta V kvadrat plus mana bu sinus 40 ta V kvadrat ko'paytirilgan sinus 37 dan 0,6 ni ushlasa, bu bilan bu bo'ladi-da. Bu nechi bo'ladi? 24 V kvadratga aylanadi. Qo'shib yuborsak, ildizosida 128 V kvadratga aylanadi. Ildiz oladigan bo'lsak, hop 8 ildizosida 2 V ni o'zi bo'lib qoladi. Javob B javobda turibdi. Mana shunday qilib masalani yechyapmiz. 11-savolga ham yetib keldik. Bir yo'nalishda harakatlanuvchi K ning tezligi L ga nisbatan sharqqa qarab 3V ga teng. Ya'ni K ning tezligi L ga nisbatan sharqqa qarab 3V. Ya'ni shunaqaki V K dan V L ni ayirsang 3V chiqsin deyapti va mana shu tomonga chiqsin deyapti. Agar shu g'arbga qarab deganda mana bu tomonga chiqqan bo'lardi. Hozir buni nima qo'yamiz? V L ni o'rniga nima qo'yamiz? 4 ta V qo'ysak, ayir baqa plus bo'lib o'tadi. Demak, V K barobar 7 ta V. Mana 7 ta V ye javob. Nechta V ga teng? Ketdik keyingisiga. Xo'p, 12-savol. Qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanuvchi K ning tezligi L ga nisbatan 9 ta V ga teng ekan. Ya'ni qaranglar. V K ni va L ga nisbatan tezligi 9 ta. Shunga ko'ra L ning yerga nisbatan tezligi qancha deyapti. Ya'ni K ning L ga nisbatan 5V dan qo'shib yuborishingiz kerak bo'ladi. Qarama-qarshi bo'lganda nisbiy tezlik qo'shiladi. V L ni shunda 9 ta V nisbiy tezlik chiqyapti. Nisbatan 9 ta V tezlikka ega degan. Bo'ldi, V L ni topsak nima bo'ladi? 4 ta V degan javob chiqadi. Bu yoqqa o'tib ketadi. B javobimizda tahlil qilindi bu. Demak, 12-savol ham o'z yechimini topyapti. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. 13-masala.
rasmdagi yo'nalishda harakatlanayotgan transport vositalaridan x ning y ga nisbatan tezligi g'arbga 2v. Ya'ni x ning y ga nisbatan tezligi g'arbga 2v. Xuddi shunaqa ekanki, ya'ni mana bu yerda vx bor deylikda, bunda vx. Yani 3v dan agar vx ni va u -2v bo'lib qolishi kerak. Nimaga -2v? Chunki g'arbga qarab qolyapti bunga nisbatan. Agar sharqqa qarab qoldi, sharqqa nisbatan 2v deganda u +2v olinardi. Chunki hamma tezliklarga qaraganda plus olinyapti. Shunda vx topaman desalar, o'rni bitta almashadi. 5 ta v barobar vx bo'ladi. Endi buni chizib ko'ramiz ustozlar, nima bo'ladi? Agar vx tasavvur qilinglar, bunday bo'lsin. 5 ta v bo'lsin. Haqiqatda qaranglar, x y ga nisbatan tezligi 2v, lekin u orqada qolaveradi baribir. Uzoqlashib qolaveradi orasi. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun 2v va orqada qolganligi uchun shunday holatda olyapmiz. Endi keyingisida hop x ga nisbatan z ning tezligi. Oppa, mana shu joyda g'alati joy ketyapti. X ga nisbatan z ning tezligi sharqqa qarab v ga teng. Ya'ni z ni x ga nisbatan tezligi deyilyapti ekan. X ga nisbatan z ning tezligi sharqqa qarab v. Xo'p, demak u ham mana bunday yuqoriladi ekan. Ya'ni x ni z ga nisbatan tezligi v chiqishi uchun bu 4v bo'lishi kerak-da ustozlar. Nimaga 4v? X dan z ga qaraydigan bo'lsangiz, ko'rishlar mumkin, 4v bilan oldinga qarab ketyapti. Z dan x ga qaraydigan bo'lsalar ham shu narsa. Ya'ni bu yerda agar mana buni 2v qilsak-chi degan joyga keladi-da. Unda nima bo'ladi desalar, unda ustozlar z dan x ga qarasang orqaga g'arbga o'sha v bo'lish kerak edi. Lekin z dan x ga qaraganligida v bo'lib sharqqa qarab qolayotgan tezlik bo'lganligi uchun u mana bunday bo'lib 4v degan javob tanlash kerak. Z dan x ga qarasangiz oldinlab ketyapsiz. Siz sharqqa qarab tezlashib ketyapsiz. X orqada qolayotgandek bo'lib tuyulaveradi. Shuni hisobiga aytayaptiki, shunga ko'ra y va z transport vositalarining tezliklarining kattaliklarini yerga nisbatan tezliklarini nisbati qanaqa bo'ladi deyapti. Ya'ni vx ni va y ga nisbati. Biz shuni topdik. Ya'ni v yimiz, kechirasizlar ustozlar, bu yerda y va z transport deganda bu yerga y berish kerak edi. Xato bo'lib qolyapti mana bu narsa. Biz bunda v y ni va z ga nisbatan ko'rishimiz kerak edi. Shuning uchun to'g'rilab qo'yaman sizlarga buni. Bu teng v yimiz 5 ta v chiqdi, v zimiz 4 ta v chiqdi. Nisbat oladigan bo'lsak 5 taqsim 4. Mana ajobimizda turibdi bu narsamiz. Tushundik-a? Xo'p, keyingi masalaga o'tamiz. 4-savolga ham yetib keldik. Tezligiga nisbatan vx bo'lgan, xo'p, x avtomobildagi kuzatuvchi y avtomobilni v tezlikda sharqqa ketayotganligini ko'radi. Shunga ko'ra, y transport vositasining yerga nisbatan tezligi qaysi yo'nalishda va qanchaga teng degan savolni o'rtaga tashlayapti. Xo'p, ya'ni ustozlar, mana bu tezlikni ikkita proyeksiyaga ochib olasizlar. Bitta proyeksiyasi mana, bitta proyeksiyasi mana. Tushundik-a? Xo'p, y qayoqqa ketayotganligini bilmadim, lekin qiziq holat ro'y beradi. Agar mabodo tasavvur qilinglar, mana bu tezlikni yeb yuboradi va mana bu tezlikni hech kim yeya olmaydi. Demak, eslab qolinglar ustozlar. Y jismimiz mana shu tomonga qarab ketyapti. Y shu yoqqa qarab yursa nima bo'ladi? Agar y shu yoqqa qarab yursa, mana bu x jismimizning ikkita proyeksiyasi, mana bu yuqoriga qaragan proyeksiyasi bu bilan yeyishadi. Ya'ni xuddiki ikkita proyeksiya mana bunday paydo bo'ladi. Lekin mana bu yoqqa proyeksiyasi ham borligi uchun bu bilan bu bir-birini yeydi. Xuddiki mana bunda o'tirgan odam mana bu yoqqa qarab ketyapti deb o'ylab qoladi. Asli u ketmaydi, o'zi uzoqlashadi. Lekin uni ko'ziga o'zim tinch turibman, u mendan uzoqlashyapti degan narsani ko'rib qoladi. Shuning uchun
Jism faqat mana bu o'qda harakatlanyapti va uning qiymati ham v ga teng bo'lishi kerak. Chunki mana uning proyeksiyalari v ilzoslikku bu. Har biri v dan bo'lishi kerak. Shunda uni natijavisi mana bu v bo'ladi va bu v y ga ham teng bo'ladi. Xulosa, qaysi tomonga yurish kerak? Yuqoriga, shimoliy yo'nalishda yurish kerak. V tezlik bilan S javobga to'g'ri keladi. Keyingi masalamizga o'tyapmiz. Juda ajoyib savolga o'xshayapti. Qani, tezligi yerga nisbatan janubga 5 bo'lgan kuzatuvchi, xo'p, mana bu kuzatuvchi ekan. Y ning tezligini shimoliy sharqiy yo'nalishda mana shu, ya'ni 5 ilzosli 2 bilan ko'rmoqda. Xo'p, mana buni proyeksiyaga ochsak, bitta proyeksiyasi bor, bitta proyeksiyasi bor. Bular 5 va 5 dan bo'ladi. To'g'rimi? Xulosa, y mana bu. Nimaga? Masalan, x da turgan odam y ga qarasa, mana v y bo'ladi-da. X ga qarasa bunday proyeksiya ochamiz-da, parallel ko'chiramiz-u. Haqiqatda x dagi odam y ni mana shuna harakatini ko'rayotgan bo'lganda, shuning uchun mana bu joy v y bo'ladi va bu 5 bo'ladi. Masalan, tasavvur qiling ustozlar, mana bu tomonga qaragan 5, pastga qaragan 5. Mana bu vx bo'lsa, bu vy bo'lsa, qanaqa ko'radi? Bu mana bu yerdan proyeksiyonni deb diagonal tortiladi. Shu diagonalga parallel holatda bunday qilib haqiqiy narsa tortiladi va bu 5 ilzosli 2 ga teng bo'ladi. Ya'ni mana bu endi y o'chirib qo'yaman. Demak, x dagi odam buni mana shu holatda ko'ryapti. Demak, y mana bunday holatda. Haqiqatda y'imiz mana bu bo'ladi. Tushundik-a? Endi shunday deyapti. Chiqdi y. Shunga ko'ra y ning tezligi z kuzatuvchiga nisbatan qanday kattalikka ega? Demak, y bilan z bir-biriga teskari turibdi, qarama-qarshi turibdi. Qarama-qarshi turganda ular bir-biriga qo'shib yuboriladi va 10 degan javob S javobdan tanlab olinadi. Bu nisbiylik mavzusi juda ham murakkab mavzu hisoblanadi. Chunki bunda men miyamdagi ma'lumotlarni til orqali sizga tushuntirib berishga qiynalaman. Chunki bu tasavvur bilimi hisoblanadi. Bilasizlar bu mavzuning murakkabligini. 16-masalaga keldik. Rasmdagi poyezdlarning yerga nisbatan tezliklari mos ravishda 8 va 10 metr tasm sekundni tashkil etadi. Xo'p, mana ikkalasi ham bir-biri bitta yo'nalishda ketyapti. Ali va Ayshaning o'zlari ketayotgan poyezdga nisbatan tezligi mos ravishda 3 va 6. Bunga ko'ra Ali Ayshani qaysi tomonga va qanday tezlikda ketayotganini ko'radi. Ustozlar, Alining harakatini ko'rib chiqamiz. Ali mana bu tomonga qarab 11 tezlikda ketyapti. Poyezi bilan o'zi birgalikda yerga nisbatan. Tushundilarmi? Endi Ayshaning tezligi 10 ni ayirsangiz, bu tomonga qarab 4 tezlikda ketayotgan bo'lib qoladi. Ana endi Aysha 4 tezlikda ketayotganimizda, Ali orqasidan 11 tezlikdan quvayotgan bo'lsa, oradagi masofa nima qiladi? Qisqarib boradi. Chunki Ali tez. Ali bunga nisbatan ko'rilsa va nisbiy tezlikni topaman desalar, bitta yo'nalishda tushganda ustozlar v1 minus v2 bo'ladi. To'g'rimi? Bir-biridan ayriladi va bu nechini beradi? 7 ni beradi. Va eng qizig'i ustozlar, Ali Ayshani qaysi tomonga ketayotgandek ko'radi? O'ziga yaqinlashyapti deb o'ylaydi. To'g'rimi? 7 tezlik bilan yaqinlashyapti deb o'ylab qoladi Ali. U Ali uni yaqinlashayotganligini o'zi harakatni sizman, men jim turibman, u Ali Aysha menga 7 tezlik bilan kelyapti deb o'ylab turib fikrlaydi-da. O'zini harakatini o'zi ko'rmaydi. Shunaqa fikrlash kerak. Yaqinlashyapti menga deb o'ylaydi. Yo'q, yaqinlashmayapti. Aksincha Ali uni quvib boryapti. Lekin ko'rinish shunday bo'ladi. 7 tezlik bilan mana bu g'arbiy tomonga qarab Aysha yuryapti, kelyapti menga degan fikrga boradi Ali. Demak, javobimiz xo'p. Ali Aysha g'arb tomonga 7 tezlik bilan. G'arbga 7 D javobimizga to'g'ri kelyapti. O'ziga yaqinlashyapti deb o'ylab qoladi. Tushundik-a?
Yaxshi, e'tiborlaringiz uchun rahmat.